Amerika parlament a'zolari Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunini qattiq ijro qilishini talab qildi. Amerika tamojna doiralari Uyg'ur majburiy emgikini cheklash qonunining 21-iyundan tortib rasmiy kuchga ega bo'lganligini e'lon qilgandan keyin bir qism parlament a'zolari prezident Baydenga maktub yo'llab, mazkur qonunni qattiq ijro qilishga chaqirdi. Cumhuriyetçi Partisining Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Demokratçı Kengash palata a'zosi Jeff Merkley, Cumhuriyetçi Avam palata a'zosi Chris Simmons va Demokratçı Avam palata a'zosi Jim McGovern dushanba kuni prezident Baydenga yozgan xatida Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini ta'kidlab, Amerika hukumatidan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunini qattiq ijro qilishini talab qildi. Xitoy Jo'ng'ar o'ymonligida 10 million tondan ortiq neftni bulantalan qildi. Tangirtog' torining xabar qilishicha, 28-maygacha Xitoy neft tabiiy gaz guruhi neftlik shirkati Jo'ng'ar o'ymonligidagi Maxu neftligining xom neft mahsulotining jami 10 million 126 ming tonnaga yetib, 10 million tonnalik o'tkalni bosib o'tganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning Jo'ng'ar o'ymonligiga joylashgan Xitoy tarafidan bulantalan qilinayotgan Maxu neftligi dunyodagi eng chong zich quram tashliq neftlik ekan. Xitoy bu joyni xom neft ishlab chiqarishni muqimlashtirish, mahsulotini oshirishdagi muhim rayon deb qaragan. Xitoy 2027-yilgacha Tayvanga urush e'lon qilish iqtidoriga yetishi mumkin. Xitoy bilan bo'lgan egilik huquq to'qinishi turayotgan Tayvanda davlat mudofaa tarmoqlari Xitoy armiyasi 2027-yilgacha Tayvan va uning ittifoqdoshlariga urush etish uchun harbiy iqtidoriga yetishi mumkin deb ogohlantirdi. Tayvan Markaziy agentligining xabariga qaraganda, davlat mudofaa ministrligining parlamentga bergan dokladida Beijingning Xitoy xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 100 yilligi, ya'ni 2027-yilni nishon qilgan zamonaviylashtirish harakatining Xitoy armiyasini Tayvanga qarshi texnik tajovuz qilish iqtidoriga ega qilganligi uqtirilgan. 2027-yilni nishon qilgan zamonaviylashtirish harakatining Xitoy armiyasini Tayvanga qarshi texnik tajovuz qilish iqtidoriga ega qilganligi o'tirib qo'yilgan. Qozog'iston bilan Xitoy Kaspiy dengiz koridorining yo'shirin kuchini oshirish masalasini muzokara qildi. Xabar qilinishicha, Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda rasmiy ziyorati bo'lgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi, Qozog'iston tashqi ishlar ministri Muxtar Teloberdi bilan Kaspiy dengiz koridorining yo'shirin kuchini oshirish masalasini muzokara qilgan. Teloberdi Xitoyning azaldan o'z davlatining strategik hamrohi ekanligini ta'kidlab, Qozog'iston bilan Xitoy xalqaro sahnadagi tashabbuslarini o'zaro qo'llaydi. Bu ikki taraflik va ko'p taraflik hamkorlikning yanada taraqqiy qilishiga foydali sharoit yaratib berdi dedi. Zelenskiy Makronning Rossiyani xor qilmaslik chaqiriqini tanqid qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Fransiya prezidenti Emmanuel Makronning Rossiyani haqoratlamaslik chaqirig'iga inkos qaytardi. Zelenskiy bayonotida Makronning G'arbni Rossiyaga haqorat ro'yi bilan muomala qilmaslik chaqirganligini tanqid qildi. Rossiya Yaponiya bilan baliqchilik sohasidagi hamkorlik kelishimini vaqtincha to'xtatdi. Rossiya tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mariya Zakharova Yaponiya bilan dengiz okean baliqchilik sohasidagi hamkorlik kelishimini vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi. Zakharova yozma bayonotida Rossiya bilan Yaponiya o'rtasida 1998-yili dengiz okean baliqchilik sohasida hamkorlik kelishim imzolanganligini eskartdi.